Uy, uy. What? Çay mı demlemeyin la? Oy, keldim ha. Ha geldi. Tayyorlig'in qandaroq? Hinterlik değil ha. Ma telefonni o'ynaverib, mingangni uklib etgan cho'qida qilib qo'ymasan, ani bir tatib etib o'yna. Perdi o't ketdi. Voy mana. Ma xotinni. Bir jing töme esib olgan quloqmi yo ko'n darvozaning halqisimi? Voyjon, necap demaydigan gaplarim yo'q ekan. Nimda yo'ldan eshak tapdimda gap qilla. Va tuniga nimdab maslahatlashdik? Urug' tuqqanlarni ma uyga to'lib olamiz deb deyishdikmi, deyishmidikmi? Shu ishni da'vatimi? Voy xabarim bor. Xabarim bor deb o'tirdik ma xotin. Xalqning uyga borsang, oshqogan yilqi mushukdek bok yeysa, zillini bok olsa, endi menga kelgan vaqtda beshingni ishing qilib o'tirib olamsan. Urug' tuqqanlarni chaqirdigan ishni da'vatimi? Voyjon. Acep bir xo'sham qolmadi bu mehmondochilik bilan. Mana demadimmi? Yaqindan eshak olsang, uloq tinjimaydi, Mogo kentdan xotnasang, uloq tinjimaydi deb. Voy, nimda yig'irib tegirma. Kimsini Mogo kentda qulab qolsin debdi-ku. Men sizning bir quloqlaringizni tuydi. Tong nag'ir chaldim-ma. Maqayla, umuchingni chalanmaydigan odam nag'ir chaga yer nimish qilsan? Nimish qilsan? Boşnak sanılık qilsilchima meni. Şu mehmonni chaqag'ila terlik qilgandim. Ma öydiki qochqucha, chaqquchqa, xristal deganning hammasi yog'dan bo'lib ketdi. Öydiki qochuydigan suyuqlikni jusam bir talmi chiqmadi. Şunu şu o'tdadim, bishimga issiq o'tkazib, lam shu. Ya bir yaxshiroqni ichirib berminlar adamga. O'zing ichsan umanta. Xotin. Men sening shunda deyishingni bilib, bayatın uyga qaytib kelguncha, qila, bizning iliqi ko'chaning oldidagi talla bozori bor-ku. Shu yerda mahallidagi bir qism soymoqilla, deb bes suvetga bok yuzimni sog'im turibdi. Nimaning bosin shu yerdagi deb bosam, del iliqi ochil qochi yush suyuqligi emasmi? Ochil qochi yush suyuqligimi? Voy. Deli shu men deganim shu. Shuning bilan men u yoqni aylang'ich o'g'lichi ketibdi, men xappida bizni ilib chiydi. Vojon, qana? Uy. Voy, deli o'zi shu. Mana mush ochil qochi suyuqligi mush shu. Men degan supam mush shu. Qaylislar dadisi. O'tgan vaqo bir tomoqqa borsak, butun ayollar mush shu ochil qochi suyuqlikning gapini qilishyapti. Qochquchun degan shundoq pag'ishib ekan, par qilib ekan. Uning ustiga men xotinlar biz yuzimizdan bekrak, qo'limizdan bekrak osraymiz emasmi? Va qo'lg'im faqat reaksiya qilmaydi deyishyapti-da. Mehmondochilik qilibsa, qondavlab bir uyninki ko'yinadigan, uyning ishini qiladigan, uyga ishlatadigan narsaning gapini qilgansizlar. Suyunib ketdim juma azar. Rahmat dadisi. Nima qilmadim men? Ko'nglingdagini tapalamdikanman. Qirog'irni gapirdi. Shunday. Bo'la. Aldinglar men choy demlab aytayman. Mana. Mushnaga o'chirib etsam-ku bular. Deb o'ynaydi mush telefonni. Kichkim o'ynagan, cho'g'im o'ynagan. Nereden çıktı?